What's up guys, sizlar bilan Shohruxboy. Bugungi videoda biz anarxiyada kuchayaman. Sizlarning yordaminglar kerak. Bu videoni hozir soat nechida olyapman? 30 da olyapman. Hozir soat 1:10 kiringlar, iltimos. 20 minutcha montaj qilaman. 10 minutcha tottiga qilib. Xullas, menga tim kerak. Video olishim uchun hozir nimaga video olmayapsan desanglar, tim kerak. Hozir o'zida video olib tashardim bo'lsam. Tim kerak. Shuning uchun sayraqchi yana bir ikkita timlarim bor edi deyishingiz mumkin. Ular anarxiya uchun o'ynaydi. Men anarxiyaga chiqib kira olmayapman. Chunki Telegram kanalim yo'q. Shuning uchun ular adreski kirib olasizlar. IP mana IP artecraft.uz kiringlar, vaqtingizni joy o'tkazing. Tezroq kiringlar, davay. Mojo launcher topdingizlar agar telefonda bo'lsanglar yoki planshetda bo'lsanglar, menga o'xshab Mojo launcher topdingizlar. Mojo launcher topganlardan keyin o'zingizga kerak versiyani tanlab olasizlar. Masalan 1.16.5 versiyadan 1.21.11 versiyagacha ishlaydi. Ko'rasizlar. Tak. Taxlash. Mana IP'si kirib qilaverasizlar. Endi login parol tushunsalar, endi registrga kirib o'zingizlar xohlagan parolni yaratasizlar. Masalan, isminglarni ham qo'ysanglar bo'lardi. Men aytmayman bunga. Xo'p, agar biz 100 ta bo'lsak, men mana shu Artecraft serverda katta razlicha qilaman. Juda ham katta. Atga 4 ta yana obunachi qoldi. Tezroq obuna bo'linglar, Artecraftga kiringlar va razlichamni kutinglar. Xayr bo'ldi, sizlar bilan Shohruxboy bo'ldi. Kiringlar, menga tim kerak, kuchliroq bo'lsanglar kiringlar.